Nima deding? Hey, mengizni qavchib qo'ygan sarang. Yuturgini necha pul bilamsiz shuni? Men shu pulni chopinimning yonchiqqa solganda qontim yo'qtirdi. Hey, gapni aytib so'rab beqma. Ochim oldim ya. Voy, ha, mening ochamning qo'l tutqa qo'ydi. Sening pulin qarashlik qolgan. Al pulni nerdan topsang top. Bo'lsa meningni qitig'ini chiqarib majbur deb qo'yay. Ma'qul. Nima ish bo'pti ukam? Yana shu pulni jidilma? Kipini qilmag'ina ocha. Oy sarang dalpning dastidan, ma ishning tizini toshmayotdi mening. Haras, Saydikuni o yoqda. Men ish qilmay yuraveramiz, ha? Nima ish oldu kızım? Nima izlayapsiz? Ha dada. Men ormondan men qo'yib pul berganda xo'jalik bo'limining pulini topshirdim deb qo'ygan yerimni yo'qtirdik qarang. Shu hozir xo'jalik bo'limi tilagan telefon qilibdi deb telefon qilibdi menga. Asta. Uyda xarajat qilg'idek pulmi yo'q deb yuruydi bichar bolam. Sirtqa chiqib ishlab pul topqidek aptingiz bo'lmagandan keyin, eringiz bergan pulni bo'lsa-mi chin saqlasangiz bo'lmamdi qizim. Bu uyda hammamiz shu bir odamning maoshiga qarashliq tursak, bilmamsiz uning ochchig'ini. Pulni yutirivetdim desangiz, uning o'ti yerilib ketar qachon. Men shu Nimandaq bexaslik qilib yuraysiz deyman singlim. Ma uyda dadam bilan ikkimizni xotirjam yashig'il qo'ysangiz bo'lmamda. Xotin ikkinglar urushib qolsanglar, dadam bilan ikkimiz behli xijolat bo'lib ketadi ekanmiz. Ha, men chiqib bir aylanib kiray. Tushda o'xshitib bir cho'chir etib turing ha. Cho'chir ish kim kelyapti? ma'qul dada. Voy, sizga bir ish olmaganda ballaringizni tutsizg'o. Necha kun bo'ldi mijozim yo'q qarang acha. Doktorxonaga boray desam, ya pul yo'q. Bormay desam, ballarim siqrab og'ir ketadi hozir. Ish qilishim xo'sh yoqmayotdi. Ha, mundaqdan. Buchu oila ayollari berib davolanay desa ig'ir emasmiki desa bel qo'saqlari og'rib beyaram bo'layotgan. Doktorxonaga berib davolang'isi bo'lsa-mu, oilam, balam deb vaqt chiqarmayotgan ayollarga oilada o'ltiribla o'zini parvish qilishda Mavi Karinaz markasidagi ayollar asrash yurishliklari bakmo mos keldi. Ishiltib beqma, cho'qim yaxshi ketisiz. Ha, ma'qul acha. Men past bir narsani unutib qolganda qilma. Siz tomoq tayyorlik qilgach turing, birdan chiqib bo'lma. Ha, ma'qul. Rahmat ukam. Menga yana 900 ko'y o'sib berib tursangiz bo'pti ukam. Qo'shni bo'lgandan keyin mollaringizni kunda mashinangizga besib bersam. Bo'pti. Rahmat. Maqa aka. Ukam, boya dadam sizdan 900 ko'y qarz olibdi-ku. O pulni men qaytarib o'taman. Buningdan keyin dadamni ishga chaqiradigan bo'lsangiz, sizni bo'sh qo'yib o'tmayman-jimi? Kızım. Ben pulni kelin balının yanchiqqa qo'yib qo'ying. Bulang. Bu pulni nereden topdingiz? Og'inamdan ep turdim. Ormonning ochig'i yomon. Kechda xotinni surtuv qayqib yurimiz yana. Bulang. Avval o'ltirgan dada. Sizmi qiziq ekansiz? Pulni kelin qiz yuttirsa, nima jafo tatib yurasiz deyman. Xotin ikkisining tinch turmush kechirishi mening xushalligim qizim. Uning ustiga o'g'limning uyida turyapti, men emasmi? Bularning o'tirisida ish chiqsa, men baq qo'rinib ketadi ekanman. Ha, ma'qul. Shundaqdimi? Putingizga ichingiz og'irsa bo'ladi dada. Kechirsizlar dada acha. Nechoq yog'iz qattil mijozim yo'q. Bu men qo'yib pulni shu
Жүттек чықырайтып, doktorxanaga berib davolanay deb o'ylagan. Biroq sizni bundaq avar qilishni qat'iy o'ylamabdim dada. Kutun, ben geldim. Voy, hammalım şey oldurupsizlar mı? Kele. Aras, yaltın men koyup pulni yüzünüzün çapını saldım dep, meniki sağa okşaysız. Mana, pul baki. Voy, ne oldu ya? Bir ailenin xuşallığı üçün nima degan köp yolg'onchiliklar bu? Yetib ketgan pulni hammamiz tang yondirib ep ketdik.